Salom do'stlar. Yana bir bor bitta bemorimiz bilan tanishtiraman. Demak, bular Andijon shahridan kelishgan. Bir oy oldin operatsiya o'tkazganmiz. Yana qabziyat bilan. Juda hozir qabziyat ko'p, bunaqa muammolar ko'p, chunki noto'g'ri ovqatlanish tartibi, harakatsizlik, zararli moddalar ko'payib ketdi. To'g'rimi? Sizda necha yildan beri qabziyat bezovta qilgan? 3 yildan beri. 3 yil. O'zi mustaqil kelmasdi, to'g'rimi? Svecha, dorilar bilan kelardi, sekin-sekin klizmaga o'tdi. Ular ham ta'sir qilmay qoldi. Sekin-sekin ular ta'sir qilmay qoldi. Necha kunda bir qilardingiz klizmalarni? 3 kunda bir. O'zim holatimga qarab. Klizma qilmasangiz ichim kelmasdi. umuman kelmaydi. Yo'q, umuman kelmasdi. Qorindan bo'lish, og'riqlar, ha. Уже mana har xil bemorlarda har xil vaziyat bo'ladi. Kimgadir уже sizga dorilar ham ta'sir qilmay qoladi. Ichaklar shu darajada o'rganib qoladiki, ana keyin klizmaga o'tadi. Klizma ham даже ayrim bemorlarda qolib ketadi ichakda suvlar. Shundan bo'lganimizda bunda уже endi iloji yo'q. Oxirgi variant operatsiya usuli. Bularda ham mana laparoskopik usulda operatsiya bo'lgan, faqat teshikchalar orqali уже bitim olib ketgan, qorin hech narsa chaniqlar yo'q. Operatsiyadan keyin qanaqa bo'ldi? Qiyinchilik. Hamma shunga qiziqadi. Shu darajada yomon ahvolda bo'ldingiz? Yo'q, nima bo'ldi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, deyarli og'riq bo'lmadi. Operatsiyadan chiqib kechki o'zim yurishni boshladim. Chiqib ketguncha soppa-sog' bo'lib chiqib ketdim. Necha kun yotdingiz? 6 kun yotdim. 6-kuni joy bo'ldi, ketdim. Shundan beri ichlarim rosa yaxshi, ishtahalarim yaxshi, og'riqlar yo'q. Hali diyetadasizlar? Sekin-sekin shu qo'shyapsiz, ovqatlar. Yaxshi. Mana bir oy bo'ldi, qayta ko'rikka kelishdi. Albatta, qayta ko'rikka kelib turish kerak. Ichaklarni tekshirdik. Hozir mana rektoskopiya qilib, ulangan joyi juda yaxshi bitgan, ishlab yotibdi, harakat o'zlari ko'rdi. Endi keyingi nima deydi, tavsiyalarga rioya qilib yurish kerak. Правильное питание, ko'proq harakat. Nima yana? Qanaqadir tavsiyalaringiz bo'lsa, kuzatuvchilarga o'xshab bemorlar bo'lsa, og'rib yurib, ko'p qiynalib yurganlar bo'lsa, mana Nilufar opa Mahsirjonovaga kelinglar. Yechimlarini topasizlar. Xursand bo'lib ketasizlar albatta. Men hozir rosa ham yaxshiman. Nilufar opa sizga boshda kelganda esizdami? Buni bo'lgandir, rosa qo'rqqansiz, ikkilanganman. Birinchi Qo'qonga qabulingizga borganman. To'g'ri. Boring, operatsiya deganingizda 6 oyda o'tkazib, Andijonga bordim. Keyin Andijonga bordingiz. Keyin Andijonga borib, bir haftadan keyin Toshkentga keldim. Hali ko'riklar qilib viloyatlarga chiqqan paytlarim topib kelishganda bular va oxiri Toshkentga kelishdi. Xursandman. Natija bo'lsa bo'ldi bizga asosiysi. Xudo xolasa ehtiyot qiling, ichaklaringiz sizga kerak bo'ladi hali bir-bir. Nimadir muammo bo'lsa, azizlar, qanaqa shikoyat bo'lsa, bemalol telefon qilib bemalol ko'rikka kelishingiz mumkin. Rahmat. Hech kim kasal bo'lmasin avvalambor. Sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat, xursandman.